O'zbek milliy DNKsi bo'lgan bu atlas matosidan bugun xuddi shunday jaketni siz bilan andozalarini tayyorlashni o'rganamiz. Bu milliy matodan siz oldin milliy liboslar tikkan bo'lsangiz, ko'rib turganingizdek xuddi shunday jaketni ham bemalol tiksangiz bo'ladi. Bu jaketimizni xuddi shunaqa top shim bilan komplekt qilgan holatda shunaqa luk tayyorlasangiz ham bo'ladi yoki xohlasangiz bu jaketni komplekt ko'ylaklar bilan yoki bo'lmasa koftichka yubkalar bilan ham kiysangiz juda ham chiroyli chiqadi. Ko'rib turganingizdek jaketimizni juda ham noodatiy tarzda ko'rinishi. Biz siz bilan buni hozir modellashtiramiz. Bu modellashtirishda siz ko'rib turgan atlas matosidan yoki bo'lmasa qalinroq matolardan ham bemalol bu andozadan foydalanib tiksangiz bo'ladi. Albatta jaketni astarlik tayyorlab tiksangiz yana ham ko'rinishi chiroyli bo'ladi. Aytib o'tganimdek, jaketimizni hozir asos andoza bilan ko'rsatib beraman. Siz uni kerak bo'lsa, xohlagan razmerdagi asos andozangizga men ko'rsatganim bo'yicha modellashtirib bemalol tayyorlab olsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek bu yerda jaketimiz qalin matodan tayyorlangan. Har doimgidek Maryams metodi bilan tayyorlangan oldi asos andozasidan foydalanyapman. Bizga oldi va orqa asos andozalarimiz kerak bo'ladi. Oldi asos andozani ustidan plyonkani qo'yganman. Xuddi shunaqa yelka chiziqlarini pastga tushirib uzaytirib olyapman va yoniga ham albatta qo'shimcha pribavka qo'shamiz. Bel chiziqlaridan jaketimizni uzunligini belgilab, oldin chizib olishimiz kerak bo'ladi. Sizga qancha uzunlik kerak bo'lsa, siz shu holatda qoldirishingiz mumkin. Men mana shu ko'rsatilgan rasmdagi fason bilan bir xilda bo'lish uchun bel chizig'idan pastga 9 sm tushirdim. Oldi o'rta chizig'idan 3 sm zahot uchun qo'shib oldim. Yonidan 2 sm qo'shdim. Xohlasangiz bundan ko'proq ham qo'shishingiz mumkin yoki torroq qilib qo'shib olsangiz ham bo'ladi. Yelkani asosiy chizig'idan qo'shimcha 8 sm qo'shib oldim. Pastga burchak lineyka yordamida ro'yma chizish uchun chizib ham oldim. Demak, yoniga qo'shib olgan qo'shimchamni yuqorisini 23 sm yonchoklarini va so'ng tepadan tushgan yelkadagi proyma chiziqlarimizni bir-birlari bilan tutashtirib xuddi shunday qilib joylashtirib oldim. Yonidagi qo'shimchaga ahamiyat berasiz. Beldan pastida men 2 sm qo'shdim, yuqorisiga 5 sm kenglikni qo'shganman. Yuqorida aytganimdek, buni siz xohlasangiz bundan kengroq yoki torroq ham qilishingiz mumkin. Endi bizga bo'yin o'yindig'i ham kerak bo'ladi. Bo'yin o'yindig'ida biz yoqalarni tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Oldi tarafda bu yerda asimetrik yoqalardan foydalanilgan. Bizni bir tarafimizda xuddi shunaqa stoykasi yuqoriga ko'tarilgan. Aynan alohida bichib olishimiz kerak bo'ladigan detal bor. Siz buni to'liq qo'shilgan holatda bitsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa mana shu bir tarafdagi stoyka yoqani alohida detal shaklida olsangiz ham bo'ladi. Men yuqoriga butun bichilgan stoyka yoqani yuqoriga ko'tardim va oldini o'rtasiga 14 sm kenglikda yoqa kengligini qo'shib, yuqoriga ko'tarilgan stoyka yoqamiz bilan tutashtirib qo'ydim. Shu bilan bizni oldi andozamiz tayyor bo'ldi. Endi oldi andozamizni oldida albatta cho'ntaklari bor, yuqorisida klapanlik. Men mana shu cho'ntaklarni andozani o'zida chizib olyapman. Nega deganda, men buni bichish vaqtida matoga ko'chirib olishim kerak bo'ladi. Cho'ntaklari qayerda o'rnaganini bilishim uchun. Demak, men pastdan 9 sm ko'tarib, cho'ntakni kengligini 15, yuqorisiga 18 sm qilib tayyorladim. Klapanlarini 7 sm dek qildim. Shu bilan bizni andozamizni bir tarafi tayyor bo'ldi. Endi mana shu andozamizdan xuddi shunday qilib ikkinchi tarafiga ham ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Andozamizda hech qanday o'zgarishlarsiz hamma joyini bir xilda qilib, ustidan plyonkani qo'yib dublikat qilib ko'chirib olamiz. Andozamizdagi hamma detallarini bir xilda qilib cho'ntaklarigacha hammasini o'zgarishsiz ko'chiramiz. O'zgarishsiz ko'chirib olgan andozamizdan so'ng ikkinchi tarafdagi yoqalarimiz asimetrik deb aytganman. Aynan mana shu asimetrik yoqalarni biz modellashtirib olishimiz kerak. Bu hozirgi tayyorlagan andozamiz albatta mana shu yoqa bo'yicha qoladi, faqat biz ikkinchi tarafdagina yoqasiga o'zgarish kiritamiz. Proymalari, yoni, cho'ntak balandliklari, kengliklar hammasi bir xilda bo'ladi. Demak, men oldini yuqorisidan yoqamizni ozgina toraytirdim. 6 sm ga kichikroq oldim va oldi ochilishiga yaxshilab ahamiyat berasiz. Aynan mana shu stoykalar ko'tarilgan joydan men alohida detal yuqorida aytganimdek stoykani chizib olyapman. Pastga 14 sm, yoqani kengligini 15 sm qilib chizib oldim va alohida stoykani chizdim. Bu stoykani siz yuqorisini alohida detal holatida yoki matoga bichilgan butun holatda olsangiz ham bo'ladi. Ikkala variantda ham bir xilda yaxshi chiqadi andozangiz. Mana ko'rib turibsiz, birinchi andozamizni asosidan kelib chiqqan holatda oldida yoqalarda ozgina asimetriya qildik, ya'ni ikki xillashtirdik. Yoqalarimiz ikkala tarafda bir xil emas, qolgan joylarimiz bir xilda. Xuddi shunday qilib biz oldi tarafini tayyorladik. Jaketimizni oldi tarafdagi andozalarimiz to'liq tayyor bo'ldi. Mana shu joyda yoqalarimizni tekshirib olamiz. Yuqorisi sizga yoqani
qaytarganingizda shunaqa tepasi yuqoriga qarab turgan holatda yoqsa, shu holatda qoldirishingiz mumkin yoki bo'lmasa men ko'rsatgandek ozgina pastga qiyalatib olishingiz ham mumkin. Bu yerda yoqani formasi o'zingizning xohishingizga qaratib tayyorlab olsangiz ham bo'ladi. Shu bilan mana bizning old andozamiz to'liq tayyor bo'ldi. Endi bizga orqa asos andozamiz kerak bo'ladi. Har doimgidek Maryams metodi bilan tayyorlangan orqa asos andozamni oldim. Ustidan plyonkani qo'yib, bu yerda ham orqa bel chiziqlaridan pastga 9 sm, yoniga 2 sm ni qo'shib kengaytirdim. Ko'rib turganingizdek, bu yerda uzunliklar bir xil bo'lishi kerak. Yelkalarimizdan qancha qo'shimcha qo'shgan bo'lsam, xuddi shunaqa qilib men yelkalarini va yuqoriga yoqalarini ko'targan joylarimni orqa tarafga ham duplikat qilib ko'chirib olishim kerak bo'ladi. Bir xilda qilib yelkalarimizdan qo'shimcha 6 sm chiqarganman. Xuddi shunaqa orqa tarafda ham yelkalarni spushinni qilib pastga tushirdim. Endi biz bu yerda bo'ynimizni yuqori qismini ketgani, ya'ni stoyka yoqamiz qo'shib bichiladi. Xuddi shunaqa qilib tayyorlab olishimiz mumkin yoki bo'lmasa men mana shu joyda ko'rsatib o'tganimdek orqadagi yoqamizni ham alohida detal holatda olsangiz bo'ladi. Bu sizni o'zingizning xohishingizga bog'liq. Andozada men butun holatda ko'rsatganim bilan siz xohlasangiz uni alohida yana detalini, ya'ni aytib o'tganimdek stoykasini alohida qilib olsangiz ham bu xato emas. Mana shunaqa jaketni biz tayyorlashimiz uchun biz siz bilan to'liq andozani tayyorlab oldik. Ya'ni oldi, orqa hamma sirlarini sizga ko'rsatib o'tdim. Endi bu bizni jaketimizni yana bitta nozik nuqtasi bor. Bu aynan proymadagi yenglarimiz. Bu bitta katta darslik hisoblanadi. Men bu darslikni sizlarga tayyorlab qo'yganman. Mutlaqo bepul bu darslikni olishni xohlasangiz, profil shapkasida Telegram kanal silkamiz turibdi. Mana shu Telegram kanal silkamizdan o'tsangiz, hozir Maryams akademiyasida 10 kunlik challenge bo'lyapti. Mana shu challenge shartlarini bajarib, mutlaqo bepul asos andozani va mana shu darslikni ham olishingiz mumkin. Bunaqa yangilikdan va katta imkoniyatdan albatta siz ham foydalanib qoling. O'zingizni yaqin dugonalaringizga va tanish tikuvchi do'stlaringizga ham bu videoni albatta yuborishni unutmang. Maryamsga obuna bo'lib, o'zingizni fikringizni albatta izohlarda qoldiring. Har bir izohlarni men o'qib chiqaman. Hozirgi challenge vaqtida siz ham ulgurib qoling. Mutlaqo bepul onlayn darslarimizga qo'shilib oling va bu o'xshiladigan darsliklarimiz bir umr sizda qoladi. Demak, bir marta to'lov, bir umrga onlayn darsliklarga ulanib olish imkoniyatingiz bor. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Tezgina hoziroq Telegram kanalimizga o'tib ulanib oling va ana shu joydan darsliklarimizga bir umrga qo'shilib olishingiz mumkin. Men sizni Maryams akademiyasida kutib qolaman. Maryams metodi bilan tayyorlangan andozalar eng unikal va eng oson, eng to'g'ri andozalar hisoblanadi. Albatta siz ham bu metod bilan andozalarni noldan o'rganishingiz mumkin.